Assalomu alaykum. Bu videoda salsa 20 oqimli shifrlash algoritmini ko'rib chiqamiz. Demak, kirish sifatida o'zi shifrlash nima? U bizning hayotimizda muhim o'rin tutadimi? Bizga shifrlash o'zi kerakmi degan savolga javob berib o'tsak. Shifrlash bu tomonlar o'rtasida axborot almashish jarayonidagi ma'lumotlarni himoya qilish, begonalar axborotni o'qiy olmasliklari uchun uning turini o'zgartirish jarayonidir. Ya'ni oddiy misol sifatida keltirishimiz mumkin. Salom so'zi bizda oddiy matn. Uni shifrlab ma'lum bir turini o'zgartirgan holda quyidagi holatga olib kelamiz. Demak, endi uni ommaviy tarzda ulashishimiz mumkin. Keyingi tomon bizdan axborot qabul qiluvchi tomon kalit orqali uni ochib o'qiy olishi mumkin. Ya'ni begonalar qo'lga tushganimizda ham axborotimiz himoyalangan holda saqlangan bo'ladi va uni ochish ehtimoli yo'q. Nima uchun kerak? Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun, maxfiy xabarlarga borib, maxfiy tarzda xabarlar almashish uchun, umuman internetdagi aloqalarni muhofaza qilish uchun kerak bo'ladi bizga shifrlash jarayoni. Demak, shifrlash ya'ni bizni o'zimizni shifrlash jarayonimizni boshlasak, salsa 20 shifrlash algoritmi haqida gaplashadigan bo'lsak, uning tarixi birinchi. Yaratuvchisi Daniel Bernstein 2005-yilda ushbu algoritmga asos solgan. 2008-yilda Estrin tomonidan tavsiya etilgan, ya'ni keyinchalik uning takomillashgan versiyasi ham ishlab chiqilgan, ya'ni Chacha 20 algoritmi. O'zi bu algoritmni yaratishdan maqsad tez, xavfsiz va oddiy sodda shifrlash algoritmini yaratish. Avtorning rasmi ekranda keltirilgan, ya'ni Daniel Bernstein. Demak, bizning algoritmimiz oqimli shifrlash algoritmi, ya'ni salsa algoritmi, oqimli shifrlash algoritmi. Algoritmlar ikkita turda bo'ladi: stream va blok, ya'ni blokli va oqimli. Demak, avval bu oqimli shifrlashni tushuntirishdan oldin blokli shifrlashdan boshlasak. Blokli shifrlash har bitta ma'lumotni bloklarga ajratadi, ya'ni uni ichidagi ma'lumotlar bloklangan holda bo'ladi. Qism. Va o'sha qism har bittasi alohida shifrlanadi. Ya'ni bizlar ko'rishimiz mumkin, plain text data, ya'ni asosiy kiruvchi ma'lumot, unga kalit bilan blok shifr bajariladi va shifrlanadi va shifrlangan ma'lumot bizda hosil bo'ladi. Ya'ni ma'lumotimizni har bir bloki, misol sifatida olishimiz mumkin 128 bitni. Har bitta blok alohida shifrlanadi. Bunga misol ISDS shifrlash algoritmlari. Demak, bizda bitta blokimiz 128 bitdan iborat bo'lishi mumkin yoki ixtiyoriy. Endi oqimli shifrlash algoritmi haqida gaplashsak. Oqimli shifrlash har bitta bayt kesimida yoki har bitta bit kesimida ma'lumotni shifrlaydi. Ya'ni boya blokli shifrlash haqida gaplashdik, 128 bitni bitta blok qilib oldi. Oqimlida esa har bitta bit alohida shifrlanadi. Bu orqali aynan oqimli shifrlash algoritmining blokli shifrlash algoritmidan ustunligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bizda ekranimizda ko'rsatilgan rasmda asosiy ma'lumot kirishidan oldin tayyorlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Asosiy ma'lumot kiruvchi ma'lumot bizda. Undan oldimizga keystring kerak bo'ladi. Ya'ni kaltimiz, kiruvchi nomimiz, bir martalik pseudo-tasodifiy sonlar generatordan olishimiz mumkin. Bir martalik qiymatlar olinadi va keystring bajariladi va keystring asosiy ma'lumotimiz bilan xo'rlanadi, ya'ni xo'r amali bajariladi va bizda shifrlangan matn hosil bo'ladi, shifrlangan axborot hosil bo'ladi. Ya'ni oqimli shifrlash shunday amalga oshiriladi. Demak, keyingi slaydimizga o'tsak, salsa 20 strukturasi. Ta'kidlab o'tganimdek, bizda kalit, nouns, ya'ni bir martalik qiymatlar, counter, endi bunda bitta o'zgaruvchi counter, bu sanagich. Videoda bu o'zgaruvchilar haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Va konstantalar bu o'zgarmas qiymatlardir.
tanlab olinadi, hammasi byte ko'rinishida. Keyin ular bizda oldindan tanlab olingan holda bo'lib, kiruvchi ma'lumot bu kiradi. Asosiy ma'lumotimiz 64 byte kirdi. U demak shu 4 ta elementimiz raundlar asosida o'zaro ichkari almashish, ya'ni funksiya qo'llaniladi ularga. Qanday funksiya? Hozir batafsil to'xtalamiz va u funksiya round takrorlanadi. Takrorlangandan keyin chiquvchi qiymatimiz asosiy kiruvchi ma'lumot bilan for amali yordamida qo'shiladi va shifrlangan ma'lumot hosil bo'ladi. Endi bizda ana shu shifrlashimizning asosini ko'rib chiqamiz, ya'ni keystring jarayoni. Demak, asosiy parametrlar hozir keltirib o'tganimizda kirish ma'lumotlari key, kalit, uzunligi 128 yoki 256 byte, ya'ni bit maxfiy kalit. Nonce boyagidek bir martalik raqam, ya'ni pseudo-tasodifiy sonlar generatordan olishimiz mumkin bir martalik raqam. Keyingisi counter, ya'ni sanagich, blok hisoblagich tavsif berilgan, ya'ni hisoblab turadi, sanab turadi har bitta bizdagi algoritmdagi jarayonda. Konstantalar doimiy qiymatlar o'zgarmas, bu ham 128 bit. Natijada chiqishda 512 bit, ya'ni 64 byte keystring hosil bo'ladi. Har bir blok uchun yangi keystring ishlatiladi. Muhim qoida bir xil key va nonce kombinatsiyasini bir marta ishlating. Ikki marotaba ishlatish shifrda buzilishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni olib keladi, aniq. Demak, Salsa 20 arxitekturasi. Endi shu qiymat parametrlarimiz bizga kirib keldi. Endi nima qilamiz degan savolga javob beramiz. Salsa 20 arxitekturasi matritsa ko'rinishiga o'tdi. Matritsa bizga endi inson ko'zi bilan ko'rish uchun qulay shaklda ifodalanadi, ya'ni kalit, konstanta, nonce va counter 4 ta parametrda qiymatini Salsa 20 ning aralashtirish round funksiyalari orqali kuchli tasodifiy keystringga aylantiradi, ya'ni o'rnlari, qiymatlari aralashtiriladi. Matritsa bu ishchi holat, bizga ko'rinuvchi ishchi holat. Demak, bizda konstantalar 256 kalit, nonce va counter sanagichlar quyidagi tartibda joylashtiriladi va bizga nega kerak degan savolga javob beradigan bo'lsak, barcha kirish ma'lumotlari bir-biriga aralashtiriladi. Har bitta bit boshiga ta'sir qiladi, ya'ni bu yerda diffuziya holati kuzatiladi. Ya'ni bizda bor keystring, nonce va shu qiymatlar aralashayotgan holda har bitta bit bizda alohida o'ringa ega bo'lib qoladi. Natijada oldindan aytib bo'lmaydigan qiymat hosil bo'ladi, ya'ni oqim. Aynan shu algoritm asosini tashkil qiladi. Demak, bu yerda mana ushbu qiymatlarimiz yig'indisi 64 byte. Xo'sh, arxitekturani, ya'ni dastlab kirish ma'lumot qanday joylashishini tushunib oldik. Endi birinchi qadamni boshlaymiz, key state tayyorlashimiz, ya'ni xuddi shu joylashtirishimiz. Aynan birinchi qadam shundan iborat bo'ladi, ya'ni eksponentda x birinchi o'ringa, keyimizni byte qismlar bu. Ana shu o'ringa, ya'ni 0 dan 3 gacha bo'lgan bytelar qiymatlari shu o'rinda, 8 4 7 shu yerda va hokazo. Shu tartibda matritsaga joylashtiriladi. Mana state, ya'ni matritsamizning indekslari. Demak, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 va hokazo 15-indeksda tugaydi va bu matritsa Salsa hash funksiyasiga yuboriladi. Hash funksiyasiga, ya'ni hash funksiya haqida hozir video davomida batafsil gaplashamiz. Demak, elementlarimizni matritsaga joylashtirib oldik va u hash funksiyaga ketdi. Keyingisi asosiy operatsiyalar. Bu operatsiyalar bizga keyingi jarayon uchun zarur, shuning uchun oldindan ko'rib chiqishimiz kerak. For amali, video boshidan beri takrorlab kelayotgan for amali bizi qanday? Ya'ni bu mantiqiy amal hisoblanadi. Mantiqiy amal, ya'ni rost va yolg'on qiymatlar qabul qilib quyidagicha. Ya'ni for amali qachonki birinchi qiymat rost, ikkinchi
qiymatimiz yolg'on bo'lganda rost qiymat qaytaruvchi demak qiymatlarimiz 1 0 yoki 0 1 holatida bir qiymat qaytarib qolgan bir xil baytlari 0 qiymat qaytaradi. Misol sifatida ushbu sonlar keltirilgan, ya'ni bu o'nlik sanoq sistemasida, bu ikkilik sanoq sistemasida ularning qiymatlari ular xoramali orqali qo'shilgan, surilib tushib qolibdi bu xoramali. Demak, va shu orqali natija hosil qilingan. Ya'ni 0 ga 1 qiymat tushgan, 1 ga 1 0 qiymat tushgan. Xoramalning ajoyib xususiyati bor bitta. Bu bizga keyinroq kerak bo'ladi. Ya'ni o'zining qiymatiga xoramali ikkita qiymatni qo'shib turib, ixtiyoriy bitta qiymatni qaytib qo'shsak, bizda keyingi dastlabki qiymat hosil bo'ladi. Xoramal ushbu qoidasini eslab qolishimiz kerak. Keyingisi ikkinchi amalimiz modular addition, ya'ni ikki modulni qo'shish. Xullas, ma'lumotlarni biz 32 bitli ma'lumotlarni qo'shish jarayonida ma'lumotlarimizni ikkita 32 bitli ma'lumotni qo'shish jarayonida uni qiymati 32 bitdan oshib ketadi. O'sha payti biz ma'lumotimizni 32 bitga qaytarish uchun 2 ning darajasi 32 ga bo'lib, qoldiqli bo'lib, uni qiymatini yana 32 bitga tushirib olamiz. Quyida misol keltirilgan. Xo'p, buni tushunib oldik, ikki modulni qo'shish jarayonini. Endi keyingisi siklik siljitish. Siklik siljitish xuddi mana keltirilgan mana shu ma'lumotimiz, ya'ni ikkilik sanoq sistemasida qiymatimiz keltirilgan, shuni necha marta bo'lsa o'sha jarayonda siljitadi, o'ngga yoki chapga. Demak, ya'ni ma'lumotimiz turibdi, boshidagi masalan chapga siljitmoqchimiz. Chapga siljitish uchun boshidagi qiymatlar masalan 3 marta chapga siklik siljitmoqchimiz. Boshida 3 ta qiymat olinadi va uni o'rni bo'shatiladi. Va shu katakchalarga qaytib qolgan o'rinlarni oxirdan boshlagan 3 ta katakka boshidagi qiymatlar qaytib qo'yiladi. Mana misol sifatida ko'rishimiz mumkin. Demak, 3 marta chapga siklik siljitamiz. 101 111 qiymatini 3 marta siljish uchun 101 qiymat olinadi va oxirga qo'yiladi. Demak, oxirida 101 qiymat tushdi. Qolgani bizda 111 qiymatimiz boshiga keldi. Oxirdan 101 qiymat yozildi. Ya'ni mana xuddi shu jarayonni tushuntirib berilgan. Ya'ni siklik siljitish xuddi shunday amalga oshiriladi. Demak, 3 ta operatsiyani ham tushunib oldik. Endi keyingi qismga o'tamiz. Ya'ni quarter round, asosiy blok qurish. Bu salsa yigirmaning yuragi degan qisqacha satira keltirishimiz ham mumkin. Ya'ni quarter round 4 ta 32 bit so'z, ya'ni ma'lumotimiz, boyagi kiruvchi ma'lumotlarimiz har bittasi quyidagi jadvalda ko'rsatilgani bo'yicha rasmni ko'rsatma bo'yicha amalga oshiriladi. Ya'ni har bitta qiymat matritsadagi har bitta satr elementlari quyidagicha olinadi va matritsamiz mana, demak, mana shu matritsada ushbu dastlabki qiymatlar olinadi va ushbu qiymatlar joylashtirilib quyidagicha amallar bajariladi. Ya'ni xo'sh, bizda chiquvchi ma'lumotlar bor. Chiquvchi ma'lumotlar Z1 eng birinchi chiqadigan ma'lumot, Z1imiz Y0 kiruvchi qiymatimiz va Y3 kiruvchi qiymatlarimiz modul 32, ya'ni 32 bit bo'yicha qo'shiladi. Ya'ni 2 ning darajasi 32 mod 2 ning darajasi 32 ga bo'linadi. Va shundan keyin 7 marta chapga siklik siljitiladi. Hosil bo'lgan natijamizni Y1, ya'ni bu yerdagi Y1 bilan xoramali asosida qo'shiladi va shu orqali bizda Z1 sonimiz hosil bo'ladi. Z2 ham xuddi shunday. Endi bunga Y2 elementimiz olinadi. Y2 elementimizni olamiz. Demak, Z1 va Y0 o'zaro ikki modulda qo'shiladi, ya'ni 32 bit bo'yicha. Demak, bizda Z1 elementimiz bor. Uni olib Z1 elementimiz mana uni olib bu yerda ekan. Uni olib
y0 qiymati bilan ikki modul qo'shiladi, 9 marta chapga siklik siljitiladi va hosil bo'lgan son y bilan xoramal asosda z2 hosil bo'ladi. Va shu tartibda davom etadi va z1, z0, z1, z2, z3 qiymatlarimiz bizga qaytariladi. Misol yana bitta kiruvchi ma'lumotlarimiz mana 16lik sanoq sistemasida, demak bittagina bir qiymatimiz bor bo'lsa va qolganlari 0. Hisoblashimiz z1 7 marta chapga siklik siljitildi va xoramal asosda keyingi qiymatlarga qo'shildi va quyidagi natijani biz ko'ryapmiz. Ya'ni bu 16lik sanoq sistemasida, eslatma. Xo'sh, z2miz xuddi shu tartibda davom etdi. Siklik siljitib qo'shib, siklik siljitib xoramal asosda qo'shildi va chiquvchi natijamiz bizda keltirildi. Ko'rib turibmiz, bizda dastlabki qiymatlarimiz faqat 0, bitta 1 va qolgan 0 edi. Endi esa quyidagicha ma'lumot hosil bo'ldi. Demak, quarter roundni tushunib oldik. Ya'ni funksiya quarter roundning asosini tushunib oldik. Endi keyingisiga o'tamiz. Endi column round. Ustunlar bo'yicha almashtirishlar. Column round 4 ta ustun bo'yicha quarter round qilingan qiymatlarni aralashtiradi, ya'ni ustunlar holatini o'zgartirib satr holiga keltiriladi. Demak, bizda quarter round qilingan matritsa deb olaylik buni, state oddiy matritsamiz. Quarter round qilingan matritsa sifatida qaraymiz va uni indekslaymiz. Indekslari quyidagicha quarter round matritsamizni, qilingan matritsamizni, endi uni column round operatsiyasini bajaramiz. Quarter round qilingan, ya'ni ustun ko'rinishdagi ma'lumot satr ko'rinishiga o'tkaziladi. Mana 04812, 04812, ya'ni ustunimiz satr shakliga o'tkaziladi. Keyingisi ham xuddi shunday va ushbu matritsa bizda natijaviy matritsa sifatiga keldi. Mana shu quarter round jarayonidagi. Va shu roundni bajarilish payti bu. Natija har bir ustundan 4 ta qiymat birgalashadi, o'zgaradi. Xo'p. Mana indekslar asosida bu qildik buni. Column round, ya'ni ushbu qiymatlar bizda chiqdi va matritsamizda bu qiymatni quarter round qildik. Buni ham qilamiz va mana shu quarter round qilingandan keyin Z0 dan Z16, Z15 gacha qiymat qabul qilamiz. O'shalarni keyin har bittasini quarter round qilib, mana shunday indekslar bo'yicha 0 dan 15 gacha qiymatlarimiz aralash column round qilinadi. Keyin asosiy qism double round. Double round endi column round bilan row round qo'shib bajariladi. Column round biz ko'rib chiqdik, ya'ni matritsamizni ustunlari satr ko'rinishiga o'tkazildi. Keyingisi endi row roundda esa shunchaki bular siklik o'zaro o'rnida siljitiladi, yana row round. Ya'ni birinchi satrimiz o'zgarishsiz qoladi, ikkinchi satrimiz bitta siljiydi, ya'ni oxirgi ma'lumotimiz birinchiga tushib qoladi. Yo'q, teskarisi, birinchi ma'lumotimiz oxirga tushib qoladi. Mana indekslar orqali ko'rishingiz mumkin, birinchi element oxirida turibdi. Keyin uchinchi satrimizda esa ikkitadan siljitamiz, ya'ni dastlab ikkita ma'lumotimiz orqaga ko'chadi, mana va oxirdagi ikkita ma'lumot oldiga keldi. Xuddi shu asosda keyingisi 3 ta, ya'ni oxirgi bitta, bizda 4 ta bo'yicha oxirgi bitta element boshiga keladi, bu 3 ta element oxirga ko'chadi. Shu asosda bizda hosil bo'ladi. Demak, quarter round qilingan indekslarimiz column rounddan o'tdi va mana ko'rishingiz mumkinki, bu siljitildi. Row round amal bajarildi va double round shu yerda bajarilib, ana shu qiymat bizga oxirida qoldi. Har bitta bitning o'zgarishi butun matritsaga ta'sir qiladi. 10 marta double round, ya'ni 20 marta jami roundlarimiz bajariladi. Double round deganda biz column round, row round ikkitasi birga bajarilgani uchun buni double round deb atalgan. Demak, hash funksiyasi asosiy algoritm. Demak, hash funksiyasi quyidagicha: dastlabki qiymatimizni saqlaymiz, ya'ni matritsani elementini saqlab turamiz. U 10 marta double round qilinadi. Keyin dastlabki qiymat bilan
double round qilingan qiymat o'zaro qo'shiladi. Natijada 60 bit byte, 512 bit yuqori sifatli tasodifiy ko'rinishdagi ma'lumot hosil bo'ladi. Ya'ni biz quarter round qildik, undan keyin column round qilindi va undan keyin row round bilan qo'shib double round bizda hosil bo'ldi. Undan keyin 20 marta double round amalga row round amalga oshirildi, ya'ni double round 10 marta amalga oshirildi va shu asosda bizda hosil bo'ldi 64 bayt qiymatimiz. Demak, keyingisi ikkinchi qadamimizda keystream hosil qilish, ya'ni ichida sodir bo'layotgan mana xuddi shunday 10 marta double round bajarildi. Har bir raundda column round 4 ta ustun aralashdi, row roundda 4 ta qator aralashdi. Original state bilan oxirida qo'shdik, mana shu jarayonda qo'shdik. Natijada 64 bitli keystream hosil bo'ldi. Keystream xususiyatlari tasodifiy ko'rinishda hech qanday naqsh, ya'ni bir-biriga bog'liq jarayonni qayta ishlab bo'lmaydi va faqat kalit bilan hosil qilish mumkin. Demak, bu yergacha tushunarli bo'ldi. Ikkinchi qadam amalga oshdi. Endi keyingisiga o'tamiz. Uchinchi qadam xor amali, ya'ni xor bilan shifrlash. Shifr text, plain text, xor, keystream. Ya'ni endi bizda shifrlangan matnimiz hosil bo'lishi uchun keystream, ya'ni hozir ko'rib chiqqanimizdek 64 bit oxirida hosil bo'lgan ma'lumot oddiy kiruvchi ma'lumot bilan xor amali asosida qo'shiladi va bizda shifr matn tayyor holga keladi. Asosiy ma'lumotimiz salom so'zi ko'rsatilgan. Demak, salom so'zini plain text, ya'ni asosiy ma'no sifatida oldik, keystream hosil qildik, tasodifiy va shifrlangan matn quyidagicha hosil bo'ldi. Ya'ni har bitta bayt alohida shifrlandi. Salom plain text, ya'ni asosiy bizda shifrlanadigan matnimiz har bitta bayt, s so'zi bitta harfi bitta bayt, a va hokazo harflar bitta baytdan har bittasini alohida keystream bilan xor amali asosida qo'shildi va shifrlandi. Misol sifatida ko'rishimiz mumkin. Demak, bizda mana kiruvchi ma'lumotlar, asosiy funksiya, hash funksiyasi 10 marta bajarildi. 64 bayt qiymat qaytarildi va uni 64 bayt asosiy ma'lumot bilan xor amal asosida qo'shildi va shifrlangan ma'lumot bizda hosil bo'ldi. Demak, shu orqali biz shifrlashni yakunladik. Ya'ni qadama-qadam ko'rib chiqamiz. Demak, qadama-qadam ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda kiruvchi ma'lumotlarimiz oldindan tayyorlandi. Demak, mana shu yerda ko'rishimiz mumkin. Counter, nouns, strukturaga qaytaylik. Strukturada counter, nouns, key, konstantalar bizda oldindan tayyorlandi. Keyin har bittasi matrica asos jadvalga joylashtirildi. Keyin quarter round bajarildi. Har bitta satr uchun va alohida har bitta element uchun quarter round bajarildi. Quarter rounddan keyin column round bajarildi. Column roundda biz ma'lumotni ustun ko'rinishdan satr ko'rinishga o'tkazdik. Keyin 2 marta double round, ya'ni column roundga row round qo'shildi va quyidagicha ular amalga oshirilib, oxirida double roundni qanday amalga oshirishni ko'rdik. Keyin hash funksiya bajarildi. Hash funksiya deganimiz, demak, double round 10 marta qayta bajarildi va u dastlabki qiymatiga qo'shildi. Qanday qo'shildi? Boyagidek 2 modul bo'yicha, ya'ni 232 mod 2 darajasi 32 bo'yicha qo'shilib 64 bayt bizda ma'lumot hosil bo'ldi. Demak, o'sha ma'lumotni endi biz asosiy ma'lumot bilan xor amal asosida qo'shamiz va bizda shifrlangan matn hosil bo'ladi. Demak, shu asosda biz shifrlashni yakunlaymiz. Endi deshifrlash jarayoni ham boya esingizda bo'lsa, xorda bitta ajoyib tomoni bor dedik, ya'ni qaytariluvchi asosiy ma'lumot, ya'ni ikkita ma'lumotni qo'shib uni yana bittasini qayta qo'shsak, dastlabki ma'lumotga qaytamiz. Aynan shu bizda shifrlashning algoritm asosini tashkil etadi. Ya'ni asosiy ma'lumotga xor asosida keystreamda
qo'shsak shifr matn hosil bo'lgandi. Endi shifr matnga keystream for asosida qo'shsak, yana asosiy matn kelib chiqaveradi. Ya'ni bu chiziqli algoritmlar asosidir. Simmetrik algoritmlar asosidir. Ya'ni amalda bir xil key nonce counter hosil qilinadi, shifr text bilan xor qilinadi va plain text qaytadi. Simmetrik shifrlashda va deshifrlashda bir xil kalit ishlatilganligi uchun. Aynan ana shu bir xil kalit xor amalini qo'llash jarayonida bizga mana shu ko'rsatilgan dastlabki qiymat bo'lib beradi. Ya'ni bu kiruvchi ma'lumot kalit, bu kiruvchi ma'lumot. Xor amalda dastlabki holatga qaytadi. Shu asosda shifrlangan ma'lumot hosil bo'ladi. Deshifrlash jarayonini ko'rib o'tdik. Endi xavfsizlik tahlilini qilib o'tsak. Demak, har bitta algoritm yoki jarayonning kuchli va zaif tomonlari bo'lgandek, bunda ham kuchli va zaif tomonlar bor. Kuchli jihatlari diffuziya, ya'ni ma'lumotlarning aralashib ketishi, har bitta bit ma'lumot qiymatining keyingi jarayonlarga ta'siri o'ta yuqoriligi. Har bitta bit o'zgarganda 206 bit ma'lumot o'zgaradi, 5 raunddan keyin to'liq diffuziya sodir bo'ladi. Avalanche effekti, ya'ni o'zgarish jarayoni bu yerda random sifatda, yuqori sifatda amalga oshadi. Ya'ni 20 yildan beri bu tadqiqot amalga oshirilib, aynan shu diffuziya jarayoni, ya'ni hech qanday zaiflik topilmagan aynan shu aralashtirish jarayonida, demak, sidechain qarshiligi vaqt bilan bog'liq ma'lumotlar sizib chiqmaydi. Endi zaif tomonlari ham bor, ya'ni nonce qayta ishlatilishi, key bilan nonce bir xil bo'lsa xavfli va ular qayta ishlatilishi, keystream bir xil bo'lgandan keyin shifr buziladi. Autentifikatsiya yo'q, maxfiylikni ta'minlaydi, lekin xabarning buzilganligini tekshirmaydi. Yechim polymerma qo'shish yechimi ham bor. Relative attacks, ya'ni bir-biriga o'xshash kalitlardan ehtiyot bo'lish kerak. To'g'ri kalit generatsiyasini qo'llash ham bizni zaiflikdan qutqaradi va weak case, ya'ni barcha kalitlar teng darajada xavfsizdir. Ya'ni kalitlar ustunligi yo'q bir-biridan, hammasi teng darajada xavfsiz. Aynan shu jarayon buni yana bitta zaifligini keltirib chiqaradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Sog' salomat bo'ling.